Assalomu alaykum mekandoshlar, qutbanda kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'ziy Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Razoq shahridagi dag'i bir o'ta so'nggi jangliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ushul Razoq shahrining Leylak bozor jaqdan tuz bosib chiqsangizlar, bu yoq tomonda ko'rib turgandek qator magazinlar bor. Shu magazinlarning qatorida Trisimyorka avtozapchas magazinini sizlarga sonun qilib, polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Bu yoq tomonni ko'rib turgandek Razoq shahrining Kurgavoydan sho'l yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, bu yoq tomonda masjid bor. Shu masjidni to'g'risida bu yoq tomonda Trisimyorka avtozapchas magazin bor. Shu avtozapchas magazinni videoni jurishunda sonun qilib, polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga video yoqsa, обязательно ushul videoni shofyor aka-ukalarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Mana bismillahir-rohmanir-rohim deb biz kirib borib sizlarga magazinning ichidagi zapchastlarni ham narxlari bilan sizlarga sonun qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek mana magazinning oldi tomoniga mana shunday mana eshiklarni, radiatorlarni hamma zapchastlardan olib chiqib qo'yganlar. Plus bu yoq tomonda mana shunday mana sonun qilib plakatlarni ilib, telefon nomerlariga yozib qo'yganlar. Do'stlar, bu Trisimyorka magazinimizda ko'rib turgandek Porter 1, 2, Labo, Jiguli, Matizlarga hamma zapchastlar bor. Hozir kelib mana shunday mana kalpaklarini ham arzon bahoda sotib olib, mashinangizga qo'ysanglar bo'ladi. Plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek yangi mashinalarga mana shunday mana to'shakchalarni ham olib kelib ilib qo'yganlar. Do'stlar, agar sizlar Razoqov media kanalidan tomosha qilib ko'rib keldik desanglar, sizlarga 30% chegirma qilib arzon bahoda beradilar, xudo xolasa. Do'stlar, bu Trisimyorka avtozapchas magazinda ko'rib turgandek yangi zapchastlar, plus mana porterlar uchun bu zapchastlarni ham hammasi bor. Eshiklar, ruloyarikalar, plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek porterlarning radiatorlari, mana torpedalar hammasidan bor. Hozir kelib pervozniy zapchastlardan ham olib borib mashinanglarni remont qildirib, maza qilib meni yursanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek mashinalar uchun mana shunday rulga chexollarni ham har xil svitlardan chotka qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bismillahir-rohmanir-rohim deb magazin ichiga kirganimizda bu yoq tomonda kirishda porterlar, matizlar uchun har xil svitda chexollarni ham olib kelib qo'yib qo'yganlar. Kelib hozir qaysi svit yoqsa olib borib mashinangizga qo'yib maza qilib yursanglar bo'ladi. Plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek porterlarning korobkalari, video diskalar, plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek porterlar uchun yangi ruloyarikalarga olib kelib qo'yganlar. Hammasi arzon bahoda sotiladi. Plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek hamma zapchastlardan bor. Qo'rqmasdan kelib, shattan zapchastlarni sotib olib borib mashinani remont qilib, maza qilib meni yursanglar bo'ladi. Do'stlar, plus bu magazinimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek Porter, Labo, Jiguli, Matizlar uchun mana shunday mana rossiyskiy, germanskiy remellarni ham olib kelib qo'yib qo'yganlar. Plus bu yoq tomonda ko'rib turgandek antifrizlar har xil svitidan bor. Do'stlar, bu avtozapchas magazinning foydali tomonlari hozir kelib o'zingizning mashinangizga korobka, motorlarni zakaz qilsanglar, pervozniy o'zlari chotki zo'rlardan oldirtirib beradilar. Qo'rqmasdan kelib arzon zapchastlardan olib borib o'zingizlarni mashinangizga qo'yib, chotka qilib remont qilib meni yursanglar bo'ladi. Mana shofyor aka-ukalarimiz postoyanno videolarning tagida kommentariyada yozib qoldirardilar avtozapchastlarni video obzor qilib chiqaring narx-navolari bilan deb. Mana qo'ldan kelgancha shofyor aka-ukalarimiz talablarini inobatga olib, qo'ldan kelgancha mana Trisimyorka avtozapchas magazinini ham sizlarga sonun qilib ko'rsatib o'tdik. Do'stlar, sizlarga video yoqsa, обязательно ushul videoni ostida kommentariyada o'zingizlarda o'y fikrlaringizni jozib qoldirib, ushul videoni mashina mingan do'stlar o'ziga обязательно podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.